Dostlar, selam. Bugün bizde qonaqda tanılgan blogger Rüstem Nabiyev. Rüstem, isenmisiz? Hallarigiz nechek? Xayrli kunlar. Allohga shukr, rahmat. O'zingiz nechik? Shab, bizda da yaxshi. Rüstem, sizning Instagramingizga 800 mingga yaqin kishi yozilgan. Sizning turmushingiz bilan shul qadar kishi qiziqsinir deb qo'yishanda bo'lsa o'ylagan edingizmi? Durustini aytganda, anday o'ylar bir qo'shinda boshimga kirgani bo'lmadi, chunki umuman bunday turmush bo'lar deb ko'z oldimdan ketirmagan edim. Men bit endi mana 15-yilda bit endi universitetni bitirgan, ulug' yo'lga chiqqan mana shunday bir yigit edim. Bit endi armiya saflarına ketdim 2015-yilni hamda endi umuman mana shunday umrim shulay mana 360 gradusga aylanir deb ko'z oldimdan ketirmadim. Instagram filtrlarında shug'ullanib kishi meni qorar deb anday shu o'ylar bo'lgan yo'q. Lekin shunga da qaramasdan siz Insta dunyo bilan kun sayin ilmtada. Bu aralashuv sizga narsa beradi? Instagram endi bugungi kunda endi birinchidan mening bitinde bu Insta semya degan mana bir тоже bir выражение бар endi. Ikkinchi zo'r g'oilam kabi. U mening uchun endi mana zo'r поддержка. Kelishim, o'quvchilar degandan 2018-yilda sizning yozmish turida bir to'plab yig'ilgan G'umr degan kitob chiqdi. Menimcha bu kitob bilan qiziquvchilar bek ko'p. Siz aning rus varianti shag'ashag'in yozgan edingiz. Ingliz tilini tarjima etirga tilagingiz yo'qmi? Ну, durustini aytganda endi birinchidan bitindi ani вообще boshqa rus tilini chiqararga. Mana mening Instagram filtrimda da ko'proq ruslar ko'proq endi. Umuman mana kimlar rus tilini anglaylar. Shunga ko'ra, наверное, в первую очередь rus tilini tarjima etasi keladi. Biz bu вопрос bilan тоже занимаемся. Alloh bersa, oldagi kunlarda bu bizning maqsadimiz erishir deb o'ylayman. Ingliz tilini endi Alloh yiroq, конечно, qoraganim yo'q, bilmadi bu arada. No, agarda tilovchilar bo'lsa endi biz bunisida turmush qurishimiz deb o'ylayman. Problema yo'q. O'tganlarni keri qaytarib bo'lsa, armiyaga xizmat etirga borar edingizmi? Qo'lina повязка olgan yigitlarga aytir so'zingiz nendey? Durustini aytganda, o'tgan ayber o'tgan. Armiyadan qo'rqishga kerakmi deb o'ylayman. Bütün işi de служить-da, etiyenlerde, etiyenlerde yarısında indi, etilerde, kordeteylerde, bütün oğullarda, varsa da служить-da benim. Onun için benim bir başımda şiddet olası kelmedi onlardan başka. Armiya men kerakdir deb o'ylayman, irad kishiga. Rahmat fikringiz uchun. Siz hozir zo'r sahnalarda da shigish yasaysiz. Ham zal sizni har vaqt jili qarshi oladi. Sahnaga chiqqanda qo'rqmaysizmi? Qo'rqsangiz ana nechuk jingasiz? Birinchi sahnaga chiquvlarda, конечно, to'lqinlantiradi bitindi. No, yoshroq chiqqan sayin sen sahnaga da yurana boshlaysan, bitindi. Tomoshachilarga da yurana boshlaysan. No, to'lqinlanu gilda bo'laydi. U mana chiqqan sayin u как будто birinchiga chiqqan kabi to'yasan o'zingni. Men endi nechik bilan ko'rashadir, men просто mana mening ko'z oldimda birsida yo'qdir deb his etadim. Anlaşıldı. Rüstem, siz bitali ikki motor qizning yaratgan atilari. Onlardan sizga nendek qiziq so'rovlar berganlari bor? Mana mening zo'r qizimning bitindi Tatiyaning тоже qonaqlar. Nechikda bo'lsa shoirib so'raylar endi, "Aqvoya sening atingning oyoqlari" deb. Софи birda o'ptirib turmaycha, "Дома deyadi rekilda, они в шкафу там стоят" deydi. Ya mening qizlarim mana birsi menda, o'zimning qirimda. Mensa mening turmush iqtashim Indira, mensa bizning kichkina qizimiz Amina. Sizning bilan tanishuvim men bek shod. Rüstem, siz bitagi sport bilan shug'ullanasiz, sayohat etirga yaratasiz. O'zingizni tog'an nendek ülkada sinab qaraysiz keladi? Men bitinde тоже ko'p sport bilan заниматься turli hunarlarda sinab qarayman. Haligi kunda men crossfit sporti bilan shug'ullanam. Hamda endi mana Alloh bersa mana shu bizning epidemiyalar bitgach, Alloh bersa sоревнованияларга yuriy boshlaymiz.
Һәм дә менә алдагы көннәрдә иң зур сынавым минем Эльбрус тауына менергә. Максатыгызга ирешүегезне теләп калам. Рөстәм, күп кенә блогерлардан айырмалы буларак сезнең язучыларыгыз төрле буын кешеләре. Ягъни яшьләр дә, өлкәннәр дә. Шуңа күрә комментарийларда кайвакыт фикер каршылыклары килеп чыга. Ситуациядан ничек чыгасыз? Дөрес әйтегез, Instagramда төрле фикерләр, төрле комментарийлар, һәркемнең үз фикере бит инде. Шуңа күрә мин үз фикеремне кешегә бәйләргә тырышмыйм. Теге әйтәләр бит инде, теге на вкус и цвет товарищ нет диләр бит инде. Монда да шуның кебегрәк бит инде. Һәркемнең үз фикере, шуңа күрә һәркем үз фикерендә калырга тиеш инде. Талаша башласак инде бренди словесный перепалка кереп бит инде, стараюсь инде эндәшмәскә һәм дә инде шушы һәркем үз фикерендә калдырырга дип тырышам инде. Рөстәм, әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Салаватка зур рәхмәт, шундый матур сораулар биргән өчен. Шаян ТВ телеканалына мин үз гаиләмнән зур уңышлар телим. Сезгә Уфадан кайнар сәламнар җибәреп калам. Рәхмәт бик зур. Рөстәм, сезнең фанатларыгыз бик күп һәм сез күпләр өчен үрнәк. Рәхмәт сезгә һәм уңышлар. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз, дуслар.